Bitta narsani aytay sizga. Masalan, siz hayotingizda maqsadlar qo'yasiz. O'qish maqsadingiz bor, o'qishga kirish maqsadingiz bor, ishga kirish, mashina olish, uy olish, boshqa oila qurish, farzand bola chaqa qoldirish, mana shu rejalarni tuzayotganingizda siz rejalarni boshiga o'lim degan narsani yozing. O'sha o'lim degan narsa to'satdan kelsa, tuzgan rejalaringiz davom etadimi, yo'qmi? Qarang. Agar davom etmasa, u muhim emas. Muhim reja emas u. Rejani shunday tuzingki, o'lim degan narsa kelganda hayotingiz davom etsin. Shu Zahiriddinlarni Jasminlar bilan birga bitta partiyada ekan, ularga qarshi turish davom etadi. Demak, bu g'oya zo'r g'oya. Jakuy ibn Tezaklar, ularga qarshi turish zo'r g'oya, davom etadi. Ana shu g'oyalarni rejalashtirganda ta'limga bo'lgan urg'u, ta'limga bo'lgan sarmoya, farzand tarbiyasi, oila qurish davom etadi. Mana shu rejalar muhim rejalar. Shu rejalarni orqasidan ketish kerak. Mashina olaman. O'lib qolsangiz nima bo'ladi? Qolib ketdi. Hech narsaga yaramaydi bu orzu, bu g'oya. Uy quraman, damogani boraman. O'lib qolsangizchi, davom etmaydi bu g'oya. Ko'rdingizmi? Qanaqa sizga mezon. Ana shu mezon bilan hayotingizni rejasini tuzing. Ana meni aytdi desangiz, dunyoyingiz ham obod bo'ladi, sharaf bilan yashaysiz. Oxiratingiz ham obod bo'ladi, sharaf bilan dunyodan o'tasiz. Alloh barchalarimizni sharafli hayot kechirib, sharaf bilan dunyodan o'tib, qiyomatda jannatda ham diydorlashishimizni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi